JPL panellarni bir necha yillardan beri o'rganaman. Olovga solib ko'rdim, suvga solib ko'rganmiz bir necha bor va turli xil eksperimentlar, tajribalar o'tkazilgan buning ustida. Xulosa shuki, bu panellarni bemalol ommaga olib chiqib reklama qilish mumkin ekan, chunki hamma sinovlardan o'tgan. Buni tashqarida va uyi ichkarisida ishlatish mumkin. Eng muhim tomoni bu antibakterial, ya'ni o'zida bakteriyalarni ushlamaydi. Bu degani buni bemalol ovqat qilish stollari, ya'ni ovqat tayyorlash stollari, oshxona installationsiyasi, turli xil restoranlar, turli xil laboratoriyalar va hattoki operatsiya stollarida ishlatish mumkin. Panellarning qalinligi 6 va 12 mm. 6 mm fasadlar uchun, ya'ni tashqi tomon uchun, 12 mm stol, oshxona mebellari installationsiyasi va shunga o'xshash narsalar uchun ishlatiladi. Bu panellarning 7 xil rangi bor. O'zbekistondagi top mebel kompaniyalari bu panellardan olib foydalanishadi. Qayerdan olish mumkinligini video ostida yozib qoldiramiz va raqamlarni ham yozamiz.